Salom abrashar. Bugun men agar ba'zilar ko'rgan bo'lsa, 1000 ta ot degan mod bor. O'shani men nihoyat topdim. Agar bu modni o'zini Minecraftda skachat qilib olmoqchi bo'lsangizlar, u pul so'raydi. Birinchi pul berasizlar, keyin bemalol skachat qilib bilasizlar. Lekin men uning pulsiz variantini topa bildim. Keyin video oxirida uning qanday olishni ko'rsataman. Bu mod ham telefonda ham nimada ishlaydi. Mana 1000 ta ot juda ham ko'p otlar, to'g'ri bu yerda hozir ozgina, lekin asta-sekinlik bilan ko'rasizlar. Xo'sh, qani bu yerga kerak. Mana. Xo'sh, mana. Yana ana böyle ajib. Xo'sh, birinchi rangli kamalakchalar. Qani? Oddiy kul rang tushdi bittada, xo'sh. Qora. Voy, kichkinalari ham bor. Voy, ko'k, kul rang, boshqalar. Xo'sh, bu otlar juda ham chiroyli. Men bundan oldin ko'rgandim. Xo'sh, bu juda ham ko'p rang bor. Masalan, 7 menimcha 10 xil rang bor. Xo'sh, bu rangli qanotli otlar. Rangli qanotsiz otlar ham bor. Keyin yakashoqlar ham bor. Mana bu oddiy eshaklar zoti. Ular oddiy eshak, faqat sal-pal oddiy rang qo'shilgan ranglilari. Bunisi esa ot. Bular ham 1000 xil tur. Faqat bu zebra turdan, zebra turlardan hammasi zebra. Bunisi yakkashoq. Bu oddiy yakkashoq va nima? Men sizlarga aytayotgan rangli suv otlari bular asosan suvda maza qilib yurishadi. Va mana qanotli ot. Bu qanotli ot bilan mana bu yakkashoqni oddiy yakkashoq bilan ikkinchi yakkashoqni nezir bo'lmaydi. Ana bu ismi nima edi? Shu boshli vizerni o'ldirgandan keyin bu ikkalasiga yedirsangizlar vizerdan tushadigan yulduzni mana bunaqa qanotli otlar paydo bo'ladi va mana bu kichkinasi bu suvda yuruvchi bechoralar. Sizlar o'lmoqdasizlar. Tedin. Xo'sh, mana bu oddiy zebra turi. Bu oddiy zebra holatda turaveradi. Xo'sh, nima deyiladi? Zebraning ikkinchi turi. Hozirgina 1000 ta zebrani ko'rdik-ku, lekin amaliy e'tibor qilmaymiz va mana böyle. Xo'sh, mana bu sizlarga aytayotgan oddiy rangli otlarim. Bu rangli otlar bilan bitta rangli ot va bitta excuse me. Xo'sh, bitta rangli ot va bitta mana bunaqani ikkalasini bitta qilsangizlar, bu qizil-ku, qizil ranglisi qani endi mana. Qizil mana bunaqa paydo bo'ladi va sizlar bemalol hammasini o'rgatishingiz mumkin. Bular nimaga o'zidan yaltiroq alamanlar chiqaryapti? Xo'sh, ranglilar bular asosan necha xil edi? 10 xil ranglilari bor. Mana bu oddiy otlar juda ham har xil ranglilari ham bor, boshqachalilari ham bor. Hatto nezirlari ham bor. Nezirda yuradigan. Faqat nimagadir nezirlisini topolmadim hozir 2 daqiqa. Menimcha mana bundan nezirlisi bo'ladi. Hozir oddiy otimiz qani? Oddiy ot. Qani ana. Mana buni olaylik qani xo'sh. Men aytdim-ku, ham ba'zilari mana bunga bergan. Faqat shu bir xilmi? Yo'q, 1000 xil bo'lishi 1000 ta ot agar hammasini bittadan hisoblasak. Bu eshak turi ham kiradi va mana bu ot bilan eshakning turi ham kiradi. Keyin esa bularning bir kitobi ham bor. Egarlari, keyin yana mana bu narsa ham qani edi? Qani? Mana bunaqa narsa. Buni ham kiydirib bilishimiz kerak. Ay, o'rgan. Yo'q, to'xta, sen kerak emas. Menga qanaqadir u mana qanotlisi kelinglar, mana bu chiroyli ekan. Men shuni o'rgatamiz. Voy, ne yo'q deysan, o'tiraman dedim men sizga. Xo'sh, bitta mana bunaqa olamiz. Bu ko'paymagan böyle. Bitta olma ham olaylik. Bu aslida bular olma yemaydi. Oltin sabzi yeydi. Sabzi qani endi oltin yeydi. Bitta
sabzi yeysanmi? Men yo'q, sabzi yo'q. O'rgan. Men o'rgandim, xo'sh. Yo'q, bo'lmas. Mana buni beramiz. Mana buni ham bersak bo'ladi. Bu endi har xil rangli hozir ko'rsataman. Bu hozir to'g'ri gapirib bilmayman. Xo'sh, qizil ranglisi va binafsha ko'k har xil bo'ldi. O'tiramiz dedim. Xo'sh, men ko'k ranglisi, qizil ranglisi, ko'k ranglisi. Birinchisi yaxshi edi. Xo'sh, endi uchamiz. Uch, samolarni qo'ch. O'zi bu qanaqa ot bilmayman, lekin mana 1000 ta ot. Keyin nezerniki ham bo'lish kerak, nezer. Nimagadir men ko'rmadim nezermidi? Ana do'zaxnikini. Hozir do'zaxga borib teleport qilayotgan o'zimizni. Do'zax. Bizni lekin tuxum mana bu ham ancha yaxshi. Bu nima? Hozir so'ramiz. Qani? Yeah. Hey. Phew. Okay. Start. What? Alamalokka otginam. Amal xo'sh kelmadi, короче. Xo'sh, endi buning kitobini ko'ramiz. Kitob mana bu tuxumlarni qoq o'rtasida bo'lish kerak. Mana. Xo'sh. Otlar. Voy, uzra. Xo'sh, tushunali. Bu multfilmdagi xo'sh tushunarli. Ajoyib. Men kiyimlar dedim-ku, mana shunaqalar. Xo'sh, tushunarli rang bersak bo'lar ekan. Suv otlar, boshqa otlar, qanaqadir eshak turi. Xo'sh, sandiq bersak bo'lar ekan. Xo'sh, tushunarli, rangli. Mana bunaqa, shunaqa, unaqa, bunaqa, hammanaqa. Sen o'ldiraman bo'ldi, xo'sh. Tamam. Mazza qilib tomon shaqilli, xo'sh. Mana bu nima ekan? Yiltir qilib yuribdi. Xo'sh, tuxumlarni ko'rdik, boshqa narsani ko'rdik. Yana nima qo'shilgan ekan? Mana 1000 mana shu bo'ladimi? Voy, mana. Ko'rish mumkin. Nima yeyishni mana bu ham bo'lish kerak. Nimaga tuxum bermadi? Mayli, xo'sh, hozir o'zimiz borib tomosha qilib kelamiz. Xo'sh, qani nima qilishga harakat qilaman, o'xshaydimi? Nima deyapman? U deyman. Yo'q, o'xshamas ekan. Mayli, xo'sh, kerak emas. Buni kapkada taxlasam o'xshaydi keyinroq, lekin men hozir kapkada taxlash niyatim yo'q. Chunki oddiy video bo'lsa tamom dedim-da. Alvido. Mana biz nargi qanaqadir nima yergadir kelim deb o'ylabman. Xo'sh, endi bu yerdan qidiramiz. Har xil bo'lish kerak edi-ku. Blazlisi. Nimaga yo'qlar? Uni ko'rgan vaqtim shunday bor edi. Xo'sh, oddiy skeletlisi, boshqasi. Xo'sh, ko'rishga o'tamiz. Ko'rish degan ma'no bu qanday ma'no? Hozir tushuntiraman. Ko'rish bu mana bunday qilasizlar, mana buni eng oxirgisini bossangizlar, ko'rishga bloklarni qoq o'rtasidan o'taverasizlar. Men yo qizil nima topishim kerak, qizil o'rmon yoki ko'k o'rmon yoki ana blaze yuradigan qayerda yeladi. Короче, o'sha yerni topishim kerak. Xo'sh, shunda sayohat qilib olg'a. Agar bexosam bir dona ot ko'rib qolsam, keyin sizlarga xabar beraman. Xo'sh, короче, men mana bularni qidirdim yarim soatlab. Hozir men aylantirayotganim-ku, qani aylan. Mana. Xo'sh, mana bu yerda berilmagan o'sha nezer otlari. Yo berilgan, men ko'rmay qoldimmi? Yo'q, rostdan berilmagan nezer otlari. Rostdan berilmagan. Lekin men ko'rgan vaqt bor edi. Bu nimalar ekan? Ot deb o'ylaman.
lekin men rasmlarni ko'rgan vaqtim Google'dan topdim. Men hozir bu nimalarni qayerdan topdim deb aytishing, men shu bu modni qayerdan topganman deb o'ylashingiz mumkin. Video oxirida hammasini batafsil nuqta va virgulgacha tushuntirib beraman. Xo'sh, mingta otlarni ko'rdik. Endi sizlarga batafsil tushuntiramiz. Nimani deb so'rashingiz mumkin. Hozir men o'zim ko'rgan, o'zim bilgan narsalarni tushuntirishga harakat qilaman. Yo'q, mana bu. Xo'sh, mana bu. Yo'q, bu qanotli-ku. Bu oddiy ot. Bu ot qanday paydo bo'ladi? Oddiy ikkita otdan tuzilgan, oddiy ikkita otga tort berib, keyin unga bittada olmos bersak agar ular paydo bo'ladi. Buding mana bunaqa bir xil rangli bo'ladi. Ikkita mana shunaqa topsak, ikkalasini bitta qilsak bo'ladi. Va yana nima demoqchiman? Keyin esa mana bu qanotlisini qanday qilish mumkin? Bitta mana bunaqa rangli, bu hozir uxlayaptimi, o'lyaptimi? Bitta mana bunaqa rangli va bitta birinchi nimasini mana ikkita yo'q bo'lmas-ku. Uzra, ikkita yakashox olib ana yerga ot. To'g'ri. O'zim hozir buni qo'ydim-ku. Xo'sh. Ikkita yakashox olib, ikki yakashoxga mana bu hozir topay. Qaniyda? Vizerdan tushadigan nima yulduzcha bor-ku? Ishqilib hamma tushundi. Vizerdan tushadigan yulduz. Vizer uch boshli, uch kallali bo'ladigan. O'ldirsak qanaqadir yulduz beradigan bor. Topdim. Xo'sh, menga nima kerak emas? Nima kerak emas? Mana. Qani sani? Kebaqa. Ikki yakashoxga mana shuni ikkalasi yedirib, qanaydir usulda yediriladi. Yedirsak, u mana bunaqa kamalak, ya'ni qanotli paydo qiladi. Keyin mana bu qanotli bilan mana bunga sabzi bersak, bu mana bunaqa ham shunaqa ham ranglisini paydo qiladi. Sen o'ldingmi? Yo'q, o'lmagan ekan. Короче, mana shunaqa gaplar, bu otlar endi mingdan mingta, rona mingta sanalgan, bilingan. Ishqilib, короче, nimadir. Xo'sh, endi men sizlarga video boshiga aytganimdek, bu otlarni qanday olish mumkin? Ya'ni yetmaganiga bular qanotlisi ham bor, mana bunaqasi ham bor. Suvda yuradigan, lavaga yurmaskan. Xo'sh, mana bunaqa kichkina do'ndiqchalari ham bor. Hozir do'ndiqchalar suvda yurmasligi uchun o'lib qoladimi? Yo'q. Xo'sh, bu va'da. Men sizlarga endi tushuntiraman. Xo'sh, endi ko'rsatamiz. Bu yerdan chiqamiz. Mana Play Marketga kirsangizlar agar, mana bunaqa narsa bor. Hozir bu reklama bo'lyapti, lekin men birsiman pul olmabman. Mana Horse Mod for Minecraft PT. Mana shu yerga Minecraft mod Ming Horse deb yozsangizlar, mana shu narsa chiqadi. Mana bu rasmini ko'rib olinglar. Xo'sh, mana shu narsa chiqadi. Yuklab rasmlari boshqacha, lekin yuklab olgandan keyin bu modga kirsangizlar agar, hozir. Ana, bu modga kirsangizlar agar, mana boshqacha otlar, qanaqadir otlar, boshqa otlar modi, ya'ni alohida mana shunaqa ilova. Mana shu ilovaning ichida faqat otlarning modlari bo'ladi. Mana o'zi ko'p emas. Ya'ni shunga o'xshagan qo'rqib ketdim. Mana shu mod. Men mana bundan mana birinchi shunaqa edi. Mana hamma narsasi bor. Mingta ot rasmlari ko'rsatilgan. Xo'sh, mana shunga o'xshagan ajdarlarnikini ham olganman. Mana bunda faqat ajdarlar modi bor va bunda bitta add-on, ya'ni pulli ajdar modi ham bor, lekin bu hammasi pulli. Sizlar pulsiz. Mana buni pul bilan olish mumkin. Mana shu modni pul bilan olish mumkin, lekin buni pulsiz men mana shunday oddiy bitta reklama evaziga oldim. Ba'zilari Minecraftda agar sotib olmoqchi bo'lsangiz pul so'raydi. Minecraftni o'zida yo'q. Lekin bular pulsiz. Men hozir reklama qilyapman, bilaman, lekin bir tiyin pul olmayman.
Bo'pti, sizlar esa like bosing, obuna bo'ling, kommentariyada o'z izohlaringizni yozib qo'ying. Mingta ot bilan o'ynash mazami? Men bugun hozir 15 daqiqamni o'ynadim, 1 soatim boradi, lekin kelinglar to oxirigacha ko'rsataylik. Hozir video oxirida men sizlarga ana otlarni qanday olishni ko'rsataman degan vaqtlarim. Hozir otlarni ko'rsatgan vaqtlarim ba'zilar o'yladi video tugadi tamom deb. Lekin unday emas. Men hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Qanday qilib modni skachat qilish emas. Xo'sh, mana oddiy paydo bo'ldim, qo'limda kitobcha. Alamalar, xo'sh buni yo'q qilamiz. Endi bir atrofni aylanamiz. Xo'sh, mingta ot bilan ot bo'lmasa, lekin yomg'ir yog'yapti. Xo'sh, nimagadir otlar yo'q-da. Otlar, salom amaga, otlar bormi? Ot zoti bormi? Voy, qishloq topdim. Voy, vijvaniyada qishloq topdim-a? Xo'sh, nimagadir otlarni topolmayapman, lekin men hozir shaxsan o'zim ko'rsatib beraman. Birinchi ot va ikkinchi ot, balki mana bu. Xo'sh, bu nima? Horses, pan, egg, zone, ikkinchi balo, zebra, mountain. Xo'sh, endi biz oladigan narsa bu ko'p narsa emas. Oddiygina sabzi va tort. Tort bu yerda emas, aslahalarda tort bo'ladi. Yo'q, mana tort. Bitta mana bunaqa va bitta mana bunaqa. Xo'sh, birinchi tort beramiz. Birinchi sabzi beramiz, keyin tort. Tort qanday beriladi? Avvallar berardi. Ha, birinchi sabzi. Voy, tuymas ekan. Bitta mana bunaqa va bitta yo'q, zebrasi kerak emas. Voy, yana bitta zebra bo'ldi. Bu mana shu chiroyli ekan. Bitta mana bu va bitta mana bu. Mana bu. Sanga otlarni o'rgatmasdan turib nima qilmang, xo'sh, ovqat bermang. Xo'sh, san o'tiramiz. O'rgan. Xo'sh, bo'ldi, men ikkitasini o'rgatdim. Endi sanga sabzi beramiz va sanga sabzi beramiz. San oq sabzi deyman. Oq qani edi, mana oq. Sabzi yesam oq oskiraydi. Hech xotirjamlik uyoqroq boraylik. Bittasiga berdim, ikkinchisiga nimaga bera olmayman? Ha, mana bunga berishim kerak edi. Aslida uzra. Xo'sh, boshqa yerga kelib. Bitta mana buni va bitta zebra mulkin mana buni beramiz. Endi bularga ko'pirvat va o'rgatamiz. O'rgan. Xo'sh, men bitta narsani tushunyapman. Bu yomon ot ekan. Keyin bu ot bo'lmaydi, ikkita bir xil otni qilsak-chi, mana shu yaxshiroq. Endi o'tiramiz. O'rganmasang, ana birinchisi o'rganda. Bu o'rgangan-ku, o'rganmabdi. Xo'sh, bu o'rgangan, bu-chi? Mana shu o'rganma. Endi o'rgandi. Endi ikkalasiga ham birinchi nima beramiz? Bitta bunga. Endi mana bu. Mana tort. Bidish bo'lsin, qani birinchi xatolik bo'lyapti. Qaytadan qilamiz. Voy, men chiroyliroq. O'rgan. Yomon. O'rgan dedim. Voy, men bittasi o'rgandi va ikkinchisi mana bu. Aytdim, nimaga o'xshamayapti deb esimga keldi. Ana bu aslida bu bilan emas-ku, bitta mana shunaqa va bitta yo yakashoq yo kamalak. Menimcha yakashoq. O'rgan dedim. O'rgan. Bo'ldi, o'rgandi. O'sh, bitta yakashoq va bitta mana bu. Sanga emas, birinchi oltin. Mana shumi? Ha. Xo'sh, adoy tamom bo'ldim. Shuning uchun bitta sanga yo'q.
olmos qaysi biringga? Yo'q, senga emas. Senga ham emas. Sen yeysanmi yo'q? Sen tort yeysanmi yo'q? Yo'q. Senchi? Yo'q, bo'pti, xo'sh. Sen bitta mana bunaqa ye. Senchi, ot. Sen ham bitta ye. To'xta. Endi senga olmos. To'xta. Nima edi senga tortmi? Tortmi nima edi? Esimga kelmayapti, короче. Xo'sh, nimadir edi, esimga kelmayapti yarim soatdan beri. Senga tortmi yo'q? Yo'q, nezir yulduzmi? Ha, mana yedirdim. Senga ham bitta tort. Yo'q, senga olmos, ha. Tushunarli. Bunga berdik, endi yana bitta olamiz. Sen baqaga nimadir qilib o'rganyapman-da. O'rgan, iltimos. Iltimos dedim. Voy, o'rgandi. Xo'sh, endi senga ham nima va tort. Bo'ldi. Qani sen? Yur. Yur, mana bu. Sen ikkalang bir qilsan-ma. Bitta bo'l. Bitta tort va bitta. Beray, to'xta, beray. Tort beray. Qani. Voy, xudoga shukr. Axir qildim mana. Aytdim-ku, bitta mana bunaqa beramiz, keyin bitta tort beramiz. Keyin mana. Endi mana shuni kattalashtiramiz. Endi bu faqat tort yeydi. Endi tushuntiramiz yana. Buncha och to'ymasan, xo'sh. Endi menga o'rganishing kerak. O'tir. O'rgan. Uni o'ldiraman. Bo'ldi, xo'sh. O'rganda endi bitta qanotli ot mana. Qanotli ot menimcha mana bu. Yo'q, birinchi o'rgataylik. O'rgan. O'rganmasang o'ldiraman, lekin o'rgan. Ha, men senga nima deyman? Xudochor bilaman, zerkarli video, lekin o'tkazsangiz ham mayli, men rozi. Qilsam, noyobmisan, durdonamsan, nima deyap o'ylayapsan? Boshqasi bor. O'zira. O'rgan. Voy, baqaka. Sen aqlli otsana. Ha? Xo'sh, pauza. Xo'sh, o'rgatdim bittasini endi, xo'sh. Mana bunga tort beramiz va bitta olmos. Olmos ham yedi. Endi mana bunga, xo'sh. Men o'rgatganim qani, men shumi? Ha, men shu ekan. Xo'sh, bitta. Xo'sh, endi sabzi beramiz. Bitta sabzi va bitta olmos. Endi bermoqchi edim. Qani? Chekki baboniya. Mana nima dedim? Endi buni kattalashtiramiz. Endi bu tort yeydi. Ye. Mana men nima dedim bo'ldi bas. Xo'sh, endi mana bu bilan bitta to'xtang, mana bunday qilaylik. Hozir. To'g'ri videoni tugatishimiz kerak, lekin ichim qizib ketyapti. Bitta mana kelib jigarang. Kelib sariqmi? Voy, mana ko'k, endi to'xtay. Ozgina senga va chiqib olamiz. O'rgan. Voy, o'rgandi. Xo'sh, endi senga bitta. To'xta. Ikkalang qani? Qoch. Bitta qanotlisiga beraylik qani? Yo'q, o'rgatmaganman-ku. Xo'sh, bitta mana bunga bitta sariqga. Nechga xotirjaman, qaysi birini ochib bilaman? Xo'sh, sani ochib bilaman. Mana sani ham ochib bilar ekanman. Xo'sh, mana bunga beramiz. Ye. Nimaga yemayapti? Menimcha qoni to'qda. Yaramas. Voy, uzr, excuse me. Voy, yana bitta. Bo'ldi, video tugadi. Sog'lom bo'ling, sog' bo'ling.